Uzoq yillar davomida hech kim kelmaydigan mehmonxona. Biz ichkariga kirdik. Uzoq yo'l yurib kelayotganimizda shu narsani o'yladik. Nega aynan bu joyga hech kim kelmaydi? Ichkariga kirdik. Atroflarni yaxshilab o'rganishga harakat qildik. Binoni orqa tarafiga o'tib, ichkariga kirish yo'llarini topdik. Ichkariga kirishimizdan bizda qo'rquv boshlandi. Atroflar juda ham qo'rqinchli. Ko'p buyumlar qolib ketgan, lekin hammasini yillari eski. Ana yozuvlar nimadir yozgan. Real muxlisi bo'lgan ekan. Real emas, Milan. 2015-yil. 2015. Germaniya, Ronaldo. Sari qo'rqinchilashib ketyapti-yu. Idishlar ancha yillardan beri turgani shundayligicha ma'lum, chunki juda ham chang va eski. Nima-yu, kasetalarga simlari. U yerda turgan sumka va qog'ozlarni birma-bir tekshirdik va yillarini aniqlashtirmoqchi bo'ldik. 75-yil. Yana ham ichkari xonalarni kirib tekshirishga harakat qildik. Voy, вообще qo'rqinchli lekin. Yillar, kitoblar. Eski. Mana bu kiyimlar bor-ku. O'ralgan ekan. Xonalarni oxiriga yetganimizdan keyin bu yerdan chiqib ketishga qaror qildik, lekin u yerda har xil nollarga ko'zim tushib qoldi. Juda ham qattiq. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham zo'r kontentlar hali hammasi oldinda.